Voy oyijon, uxlab qolma. Nimaga siz supurasiz? Bering menga. Voy qizim, kechasini bolaga qarab uxlamagansiz. Choylarni ham tayyorlab qo'ydim. Siz eringizni uyg'otib chiqing, men hozir supurib olaman, birga choy ichamiz. Oyijonim, rahmat. Hozir uyg'otib chiqaman. Kinaymam kiyimni yuvib bering. Voy bu bino ko'p katta qissa va nekir buni yuvala qolgin. Ertaga kelin bo'ladigan qissa. Kelin bo'lganingda kirlaringni kim yuvib beradi, qizim? Qopay o'zim yuvib qo'yaman. Birpas jim tur, qizim. Hozir mana shu ovqatni qilib oling. Hozir ovqatni qilib oling. Voy ke qizim, men o'zim bolangizni uxlatib qo'yaman, siz ovqatingizni qilib Rahmat Yur oyijon. qizim, aynan. Adasi, singlimi to'yga yangi qo'yni olmoqchi edim. Pul bering. Qanaqa ko'yni? Shkop to'la ko'yni, o'sha kiyimlaringdan bittasini kiyib boraver. Men hamma qarindoshing to'yga har doim yangi ko'yni kiyishing kerakmi? Senga kim ham qaraydi? Hamma qaydida kelinimga. Qarindosh urug'larning ichida zo'r qilib qo'ysang, bu seni obro'ying-ku. Pul ber, chiroyli kiyimlar olib kelsin. Jahongir bolam, qaravar. Ha, ona gapiring. Ertaga mehmonlar kelishiga xarajatlarni qilib qo'ygin bolam. Pensamdan beraman. Pishirib bilan salatlarni ham tayyorini olib kela qo'ygin. Kelinim qiynalib qolyapti ikkita bolam bilan. Oyi, nam tush keliningiz yonini o'rasiz. Voy menga qara bolam, men ham bir kun o'tib ketaman. Qizing erini deydi, o'g'ling xotinini deydi. Bir umr issiq sovuqingdan xabar oladigan shu xotining bo'ladi. Xotiningga har qancha qilsang savobga yoziladi. Ko'p gapirmaganda bor xarajatlarni qilib kelgin. Ko'ppa to'layapsiz oyijon. Sizlar ham gaplarga qo'shilasizlarmi? Yoqimli so'zlaring, bolim qaynanam.